Do'stlar, hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Bugun biz Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasidamiz. Sotiladigan mashinalarni birma-bir ko'rsatib o'taman akalar. Jupini qaranglar buni. Ikkita Gentra, ikkita Cobalt. Gentradan boshlaymiz akalar. Yili 2022, 84 ming yurgan, kraskalari toza, balonlari yangi. Yurgani 84 ming yurgan. Monitorlari bor. Chiroyli tiniq holatda salonlari. Gazi bor, metan pokoleniya, lyuklari bor. Xo'p, yana dokumentda muammolar yo'q akalar. Xohlagan dokument bo'ladi. Generalni xohlang o'tkazib oling. 4 eshik shumka bo'lgan. Yili 2022, 84 ming yurgan. 3-pozitsiya. Narxiga keladigan bo'lsak, 12.500 kami bor ekan akalar. Ikkinchi mashinamiz. Qora Gentra so'raganlarga qora Gentra, bu ham 2022, kraska toza. Balonlari yangi. Lyuklari bor. Xo'p akalar, bunimiz 78 ming yurgan ekan. Bu ham tiniq holatda. Mashina benzinda ekan akalar. Chiroyli haydalgan mashina ekan. Ayib nuqsoni yo'q, kraskalari toza. Mashina benzinda, gaz qo'yilmagan ekan hali. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Tonirovkalar tortilgan. Tiniq holatda. 2022, 78 ming yurgan. 3-pozitsiya. Narxiga keladigan bo'lsak, 12.800 kami bor ekan. 3-mashinamiz. Cobalt Midnight 2025 qora rangda. Diskalari mana Midnightda shunaqa chiqqani. 2025 yili. 2025 yurgani 12.500 kilometr yuribdi akalar. 4-pozitsiya deyiladimi? Eng fullidan bu ham. Salonlar qilib qo'yilgan. Tiniq holatda mashina. Umuman kamchiligi yo'q. Do'stlar, bunimizda propani bor ekan, tabletka propani bor ekan. Propan so'raganlar bor edi. Propan qo'yilganini minaman deydigan akalar bor edi. Mana o'sha mashina. 2025, 12.500 kilometr yurgan. Umuman rasvod qilinmaydi. Do'stlar, bunimiz narxiga keladigan bo'lsak, 12.500 narx aytilyapti, kami bor ekan. Aloqaga chiqaverasizlar. 4-mashinamiz. 3-pozitsiya ekan, oq Cobalt. Mexanika. Metan gazi bor ekan, 2019 yili. 84 ming yurgan, polik chexol, hamma narsa qilib qo'yilgan. Toza mashina. Aybi yo'q, rasvodi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa akalar, aloqaga chiqaverasizlar. 9300 kami bor ekan. 9300 kami bor ekan, 2019 yili. Kimga qaysi biri ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. 9300, 12500, 12800 qora Gentra. Oqi 12500. Kimga qiziq bo'lsa akalar, pastda nomerlar bo'ladi. Aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Manzil Farg'ona viloyati Rishton tumani Birlik mahallasida. Uzoqdagilarga lokatsiyani berishadi. Telefon nomerlar pastda bo'ladi akalar. Aka-ukalar. Qiziqqanlar aloqaga chiqinglar. Bunimizda metani bor pokoleniya. Tiniq holatda bu. Oq Gentra ham. Monitorlargacha qo'yilgan. Lyuklari bor. Qoramiz ham xuddi shunaqa lyuklari bor. Bunda ham monitorlarigacha bor. 78 ming yurgan bu ham. Mashina benzinda bu. Orqalaridan ham bitta ko'rsatib qo'yay. Balonlari yangi. Mana Cobalt endi bu yangi. Midnight'dan. Taniq holatda bu ham. Do'stlar, bittadan like turib, obuna bo'lmaganlar kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.
Xudo xolasa yangi videolardan kirgizib turamiz. Nomerlar pastda bo'ladi, bemalol aloqaga chiqsalaring bo'laveradi. Instagram kanalimiz ham bor, o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Tez savdo deb yozsalaring chiqadi. Mashinalarni o'sha yoqqa joylab boramiz ko'proq. Tiniq holatda bu ham. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.